ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. Sen halımağan şekilde dünyaya kelise ve halımağan şekilde dünyadan ketse ve şundaqla halımağan şekilde qaytadan tirildirse bu bir haqiqat. Hayat, ölüm meselesi de hiç kişi münazır kılanmaydı. Çünkü Allah Subhanahu ve Taala bizni yoktan yarattı. Bu neden biladi? Hiç kim kişilerini yaratqanlığı yoki özünü yaratqanlığını da'vo qılanmaydı. Çoxum hemmadan özünün yaratılganlığını, yoktan kelganligini itiraf qiladi. Payg'ambar alayhisalom kelib kişilerge silahını yaratqını Allah degan vaqtida hech kim Resulullah'ını inkar qılanmadı ve qılanmaydı. Çünkü biz ameliyatda dünyada yoktuk. Bu neden biladi? Allah Subhanahu ve Taala bizni paydo qilib bizga hayotlik verdi. Allah Subhanahu ve Taala'nın "Thumma yumitukum" andan keyin sizlarni dunyodan ayırıp jininglarni aladi degani hech adam o'zining o'ladiganligi haqida shak qilmaydi. Kesin o'ladi hamma adam. Chunki biz so'zlayotgan men anglayotgan sizlar yo'qdan paydo bo'lgan. Yo'qdik biz asli. O'lim ham amaliy his tuyg'u va real mush ko'z oldimizda ko'ryapmiz. Buning bilan isbotlangan yuz beradigan bir ahvol. Hatto dinsizmi o'zining ayati o'lamdi, o'g'in o'lamdi, o'qimaydiganligini e'tirof qiladi. Demak, o'lim masalasi bizning har qanday bir dinsizga qarshi turadiki, birdan-bir yo'limiz bizning. Chunki dinsizmi o'lim masalasini inkor qilmaydi. Agar dinsizlar aqlning o'zi bir ilohiy manhaj, ilohiy yo'l, ilohiy kitob, ilohiy ko'rsatma kelmasami, aql orqali dunyoni, hayotni idora qilg'ili bo'ladi, aql yetarli. G'ayb deydigan bir narsa yo'q deb da'vo qilsa, biz onunla deymiz ki, xalqlarni yaratish jihatda, dunyoga akilish jihatda kontrol qilgan zot, dal shu xalqda o'limni kontrol qilgan zot shu. Hayoti dunyo ikki tirnoq o'tirisidagi bir bosqich. Birinchi tirnoq Alloh bizni yaratdi, paydo qildi. Bu bir tirnoq. Hayot safari ikkinchi tirnoqqa qarab mangadi. Bu ikkinchi tirnoqda bizning insonligimiz yo'qolib, hayotimiz to'xtaydi. U o'smi o'lim. Ya'ni biz Allah'tan Allah'a qarab mangan bir seferde.